Hozir men sizga aytayotgan ma'lumot miyangizni portlatib yuborishi aniq. Chunki buni siz bilib olsangiz, nafaqat kasalligingiz o'zingizdagi ruhiy muammo, undan tashqari hayotingizdagi muammoga ham yechim topasiz. Kvant fizikasi taqdirni ham ochib beradi. Ya'ni kvant fizikasi nima deydi? To'g'ri o'lchamda siz tug'ilishingizdan tortib toki o'lishingizgacha bo'lgan joy aniq turibdi. Bizni ham miyamizda nevroz haqidagi qanchalik ma'lumotimiz kam bo'lsa, biz ikki o'lchamda qarayotgan bo'lsak ma'lumotga, uch o'lchamli ma'lumot, ya'niki biz nevroz nimaligini uchinchi o'lcham bilan qarasak, ya'ni kattaroq bir masshtabda qarasak, faqat yonga to'g'riga qaramasdan tepaga ham qaraydigan bo'lsak, chiqish yo'lini ko'ramiz. Hozir men sizga aytayotgan ma'lumot miyangizni portlatib yuborishi aniq. Chunki buni siz bilib olsangiz, nafaqat kasalligingiz o'zingizdagi ruhiy muammo, undan tashqari hayotingizdagi muammoga ham yechim topasiz. Bu juda ham sodda aslida, lekin faqat buni bilish kerak. Nimaga siz haligacha kasallikdan tuzalmayapsiz? Nimaga siz hayotingizni o'zgartira olmayapsiz, farovon qila olmayapsiz? Mana shuni sababini bugun aniq dalil bilan, ilmiy dalillar bilan sizga ochib beraman. Bu hech qanaqangi bir mo'jizaviy narsa emas, lekin haqiqatda mo'jiza hisoblanadi. Bu nima haqida? Bu o'lchamlar haqida bugungi mavzumiz. O'lchamlar. Bu eshitganmiz-a, bir o'lcham, ikki o'lcham, uch o'lcham deb. Buni nimaga aytyapman? Mana shu kvant fizikasi bilan biz hozir hayotni bog'laymiz. Biz bilamiz, hayotda o'lchamlar bor. Misol uchun bir o'lcham, to'g'ri chizig'i. Buni bitta o'lcham deymiz. Ikki o'lcham bor. Ikkita o'q. To'g'rimi? Uchta o'lcham bor. Uch o'lcham deymiz. Qanaqa? Xo'p. Uch o'lcham. Buni nimaga aytyapman? Birinchi bir o'lchamdan boshlay qolaylik, keyin tushunib olasiz. Bir o'lcham nima? Bu bitta chiziq. Misol uchun bitta o'lchamda bo'ladigan bo'lsa, mana to'g'ri chizig'i. Bo'ldi, men faqat to'g'rini ko'raman. Ikkinchi o'lchamga yonboshimga qara olmayman, faqat bitta to'g'rini ko'raman. Tepaga ham qara olmayman, faqat to'g'rini ko'radi. Ikki o'lcham nima? Tekislik. Bo'yi bor, eni bor. Yeringiz, bo'yi, eni bor. Tekislikda agar biz joylashgan deb oladigan bo'lsak, o'zimiz tekislik deb biz tepaga qara olmaymiz. Bir o'lchamli holat yonboshga qarash, u misol uchun bizni miyamiz bir o'lcham bilan ishlasa, biz yonboshga qarashni miyamizga sig'dira olmaymiz, chunki bizda bitta o'lcham bor. Biz ikkita o'lcham bo'lsa, bizni miyamiz yonga qara oladi, to'g'riga qara oladi, lekin tepaga qara olmaydi. U tepaga qara olmaslik bizni miyamizga umuman kelmaydi. Endi uch o'lcham nima? Uch o'lcham bu tepalik. Tepaga ham qara olamiz, to'g'riga, yonga va tepaga. Olam bilamizki, uchta o'lchamdan tashkil topgan, x, y, z o'qlardan tashkil topgan. Bitta misol keltiraman, keyin mavzuga ketamiz. Ko'zi ko'r insonlar, tug'ma ko'zi ko'r insonlar dunyoni tush ko'rsa, tushida ular hech narsani ko'rishmaydi. Faqat tovush eshitishadi. Chunki ularning bosh miyasi orqa qismida ko'rish markazi rivojlanmagani uchun ularda bunaqa ma'lumot yo'q. Ularga siz ta'riflab berganingiz bilan dunyoni ular o'zini miyasi qabul qiladigan darajada, olam bunaqa deganingizni ular bilmaydi. Chunki ularning miyasi unaqa tasavvur yo'q. Keyinchalik ko'r bo'lib qolgan odamlar tush ko'rsa, ular dunyoni rangli, xuddi biz ko'rgandek ko'rishadi. Chunki ularning miyasida ma'lumot bor. Buni nimaga aytyapman? Ikki o'lchamli dunyoga uch o'lcham bilan qaraydigan inson qarasa, ikki o'lchamli uni ko'ra olmaydi. U faqat yonboshga qarayapti, to'g'riga qarayapti. Tepani ko'ra olmaydi. Uni tepaga qarash uni miyasi unaqa sig'dira olmaydi, chunki u faqat ikkita o'lcham bilan yashaydi. Endi yana bitta o'lcham bor. Bular to'rt o'lcham deyiladi. To'rt o'lcham. Bu kvant fizikasida aytadi. To'rt o'lcham ham bor. Faqat biz xuddiki ikki o'lchamli, uch o'lchamni miyasiga sig'dira olmagandek, biz ham miyamizga uni sig'dira olmaymiz. Bor unaqa o'lcham ham. Faqat u vaqt bilan ishlaydi. Bu qanaqa?
Yana bitta 3 o'lcham deymiz. Uch o'lcham deydigan bo'lsak, bular bog'lanadi vaqt orqali. Sal ilmiyroq bo'lib ketdi, tushunib olamiz keyin. Ya'ni 4 o'lcham shunaqaki, nima deydi? Odam vaqtda, misol uchun, har xil joyda bo'lishi mumkin. Siz 4 o'lchamda aytiladiki, mana bu joyda turganingiz bilan bu yerda turganingiz ham bir xil deydi. Kvant fizikasi taqdirni ham ochib beradi. Ya'ni kvant fizikasi nima deydi? 4 o'lchamda siz tug'ilishingizdan tortib toki o'lishingizgacha bo'lgan joy aniq turibdi. U 4 o'lchamda ko'rsa bo'ladi uni. Siz tug'ilganingizda hozir men turibman mana shu yerda. Lekin meni o'sha o'tmishim ham turibdi 4-o'lchamda va kelajagim ham turibdi. Kelajagim ham turibdi. Bu faqat to'g'ri teoriya, chunki buni biz ongimizga sig'dira olmaymiz, lekin shunaqa nazariya bor. Men hozir qanday o'lishim ham 4-o'lchamda ko'rinib turibdi. Agar 4 o'lchamda ko'radigan odam bo'lsa, meni qanaqa o'lishimni ko'ra oladi. 4 o'lchamda. Buni nimaga aytyapman men? Nimasi qiziq bu kasallikka, nevrozga deyishingiz mumkin. Bizni ham miyamizda nevroz haqidagi qanchalik ma'lumotimiz kam bo'lsa, biz 2 o'lchamda qarayotgan bo'lsak, ma'lumotga 3 o'lchamli ma'lumot, ya'niki biz nevroz nimaligini 3-o'lcham bilan qarasak, ya'ni kattaroq bir masshtabda qarasak, faqat yonga, to'g'riga qaramasdan tepaga ham qaraydigan bo'lsak, chiqish yo'lini ko'ramiz. Meni bemorlarim aytadiki, "Voy, iloji chiqa olmayapman, unday qila olmayapman, hayotimni o'zgartira olmayapman." Nimaga? Chunki ular mana bu tepaga bir qarashmaydi. To'xta, boshqa yo'l ham bormi ekan deb. Ularning ongida mana shu faqatgina dori ichish kerak, tuzalish kerak. Bo'ldi, boshqa narsani o'ylamaydi. Nima qilish kerak tuzalish uchun, qanaqa harakat qilish kerak, u uchun tepaga qarashni o'rganish kerak. Ya'ni mana shunaqa ikkita o'lchamni o'lchab, go'yoki majoziy ma'noda 2 o'lchamli dunyoda ular yashayotgan odamlarga o'xshaydi. Ayrim insonlar keladi menga, ko'p kitob o'qiydigan, juda ko'p dunyoqarashi zo'r odamlar keladi. Unaqalar avvalambor chuqur nevroz bo'lgan, ko'rmadim ularni. Ular unaqa vahma bo'lib, juda ham og'ir holatga tushmaydi. Tushgani ham gaplashamiz. Konsultatsiya ham unaqa ko'p bo'lmaydi. Tez-tez tushunib oladi. Nimaga? Chunki ular faqat 2 o'lchamda emas, 3 o'lchamda ham qaraydi muammoga. 3 o'lchamda qaragani uchun muammoni yecha oladi, qolganlarga nisbatan kuchliroq yecha oladi. Chunki ularda bilim, tajriba ko'p. Qanchalik inson tor dunyo qarashidan qarasa, farqi yo'q. Nevroziz bo'ladimi, biznesingiz bo'ladimi, oilangizdagi muammolar bo'ladimi, tor dunyo qarashni ikkitagina o'lchamda qarasangiz, shunchalik muammo sizga katta ko'rinadi. Qanchalik siz 3-o'lchamda qarasangiz, shunchalik muammoy sizga kichkina ko'rinadi. Ya'ni biz dunyo qarashimizni oshirishimiz kerak. Misol uchun 4 o'lchamni ko'radigan bir nima deylik, bir mavjudot deymizmi, 4 o'lchamni ko'ra olamiz. Biz 4 o'lchamni ko'ra olsak, muammo mana bu yerda turgan bo'lsa, mana bu yerda yechim borligini ham ko'ra olamiz. Chunki kengroq qaraymiz. Mana bu narsa muammo deb ayta olamiz. Misol uchun payg'ambarlarga vahiy kelgan deymiz-ku, mana shu 4 o'lchamga ko'pincha to'g'ri keladi. Chunki ular kelajakni ham ko'ra oladi. Ayrim Xudoyim taolo bergan bir karomat ko'rsatadigan insonlar bor, eshitganmiz. Faqat bular ilm fan hali ocha olmagani uchun, chunki bizning aqlimiz 3 o'lcham bilan qotib qolgan. Qotib qolgani uchun biz ular haqida kengroq o'ylay olmaymiz. Biz qanchalik keng bu, chunki bizga tegishli emasda, 2 o'lchamli olam ham 3 o'lcham haqida gapirsangiz qotib qoladi. Misol uchun qishloqdan chiqmagan odam bilan shahar kezib yurgan odamga misol uchun gaplashsa umuman tushunmaydigan bir-birini. Misol uchun siz aytishingiz mumkin, misol uchun yaxshi biznesmen bo'lsangiz, zo'r pul topib yurgan inson bo'lsangiz, pul topish yo'llarini bilasiz. Umrida pul topib ko'rmagan odamga, 2 o'lchamda qaraydigan odamga bunaqa qilsang bunaqa bo'ladi desangiz, sizni mashinnikka chiqaradi. Bo'lmagan mashinnik safsatan gapiryapti deydi. Chunki uni miyasi faqat mana shu 2 o'lcham bilan ishlaydi. 2 o'lcham emas, torroq endi, 3 o'lcham bilan ishlaydi, faqat torroq ishlaydi. Qanchalik inson mana shu kitob ko'p o'qisa, ko'p dunyo qarash shakllantirsa, boyagiday musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan deydi. Ko'p dunyo kezsa,
shunchalik muammoga odam kichkina ko'z bilan qaraydi. Lekin siz qanchalik muammoga katta ko'z bilan qarasangiz, voy bu dahshatli, voy bundan chiqib bo'lmaydi bu kasallikdan, bu muammom hal bo'lmaydi, bu qarzim uzib bo'lmaydi. Uzish yo'llari bor, chiqish yo'llari bor, faqat uni ko'ra oladigan ong kerak. U ongni rivojlantirish uchun odam o'zi harakat qilishi kerak. Lekin meni bemorim xohlamaydi. Dangasalik qiladi, u sehrli yo'l qidiradi. Nimaki bo'lsa-ki, u o'zgarib qolsa. Lekin vaholanki uni o'zgarish o'zini ichida turibdi. U ko'proq bilim olsa, u ko'proq fikrlashini o'zgartirsa, qarashini o'zgartirsa, muammo o'zini ichida turibdi. Bir oy yechib berishni xohlaydi. Qanaydir sehrli yo'l bilan. Lekin yo'llar ko'p. Xudoyim taolo doimo har bir eshikni ochilishini kafolatlagan. Bor, muammo yechiladi, faqat uni yechish yo'lini topishimiz kerak. Hamma muammongizni kimlardir yechib bermaydi. O'zingiz yechadigan muammolar bor. O'shalarga faqat yechish uchun ong, tafakkur kerak, aql kerak, zakovat kerak. Primitiv, oddiy holda qaramaslik kerak, kengroq qarash kerak. Ana shunda albatta yechim ham ko'rinadi. Ayrimlar mana shu keladi konsultatsiyaga kelganda, mana shu konsultatsiya o'zida jonli gaplashamiz, savollarga javob oladi. Shuni o'zi yetadi. U chunki unga kerak narsa tirs etib miyasiga tegdi. Chunki u narsa uni ongida yo'q edi, tashqaridan keldi. Bo'ldi, o'sha chiqarib oladi ayrimlar. Bitta konsultatsiya yetarli bo'ladi ayrimlarga. Ayrimlarga keladi, 3-4 marta onlayn kurslarga qatnashadi 10 kunlik. Yoki shu uchun to'xtab qolmasin deb mana yopiq guruh qildik. Yopiq guruhda ham audiolar tashlayapti. Qaysidir audio tirs etib miyasiga tegadi. Nuqtasiga tegadi, mana bu yerda ekan-ku. Mana bu yerda ekan-ku deb keyin tepib, keyin harakat qilish mumkin. Chunki uni ongi shu vaqtgacha yechim topolmayotgan edi. Mana bu yerdagi yechimga tegib ketadi-da, harakatga keladi. Shuning uchun mana shu yopiq guruhimizda ko'ryapsizlar, videolar qilyapmiz. Mana shu videolarni ko'rib yoki audiolar qilyapmiz. Xudo xolasa chatlar, kitob tahlili qilamiz. Chatlar qilinadi, ovoz chatlar, asta-sekin hammasi. Loyiha yaxshi o'ylangan, xudo xolasa kelajagi bor deymiz. Chunki mana shular orqali sizni mana shu fikrlashingizni kengaytirish. Qanchalik kengroq fikrlasangiz, muammo shunchalik kamroq ko'rinadi. Mana shuni bugun sizlarga kvant fizikasi orqali sodda tilda tushuntirib bermoqchi edim. Chunki nevrozda unaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak, unaqa qilishing kerak, bunaqa qilishing kerak degan bilan emas. Kengroq birinchi ingliz tilida think out of the box deydi. Qutidan tashqari fikrlash. Qutidan bitta tashqari fikrlashga bugun sizlarni undashga harakat qildim. Qutidan bitta tashqari fikrlab ko'rsangiz, miyangiz ochiladi. Video hammaga yoqdi deb o'ylayman. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.